Assalomu alaykum. Qizil hududda 4-soniga xush kelibsiz. O'rtoqlar, bugun bombasi bo'ladi. Tak что mahkam popkornlarni olib, shuna joylashib olamizda, videoga bittadan like bosib tomosha qilamiz. Birinchi xabarimiz o'rtoqlar, bu juda bir achinarli holat. Ko'rdinglar, kuni kecha Erkabo'lan To'xtar bilan Nikulinni bo'yi bo'ldi va birinchi raunddayoq biz yengildik. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Erkabo'lan. Shu joyga o'ylab qolaman-da. Bu bolaga sapernik qilib Erkabo'lanni qo'yish xato edi. Erkabo'lan o'tirmaydi, mass mediada, boshqada PR qilsa ham, u bayet, yaxshi bayet, kuchli bayet. Unga srazu olib o'zimizni Jaydarinskiysini Goldni Shahzod shuna berish kerak edi. Shahzod bitta chiqib, gaz etib oqizib tashirdi, hayoti go'zal bo'lib ketardi. To'g'risi, men bilaman, agar bu bo'y bo'ladigan bo'lsa, Shahzod uni urib qo'yadi. Nimaga? Shahzod ko'chada ham urishib yurganda paytida yoshligida. Shuning uchun o'tda tema boshqacha bo'lardi. Men hayotda bu ikkalovini bir-biriga qo'ymasin, mayli, nima bo'lgan taqdirda ham bu Nikulinga kelajakda omadlar tilab qolamiz. Faqat boshqa boks tushmasin bular bilan. Xo'p, o'rtoqlar, bu yo'g'iga jiddiylashamiz. Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latov ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilayotgan videolarga qaraganda, shaharda, metrolarda, avtobus stansiyalarida yurib, hamma yo'ni nazoratga olyapti. Xalqaro avtobus qatnovlarida nobodo narxlarni o'zgartirish, qo'shimcha pul so'rash holatlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib, ularning ustidan bitta ariza berib yuborsanglar, unaqa odamlardan qo'shimcha pul oladiganlarni ishdan shap etib haydashadi. Korrupsiya yo'qoladi. Aziz Toshpo'latov hozirgi kunda shuni harakatida ekan. Bu yangilik menimcha ko'pchiligiga yo'qmasa kerak, chunki bizda hali O'zbekistonda voyaga yetmagan deganda qanaqa 18 ga to'lmagan qizlarimizni erga berish, bolalarni uylantirish, mana shunaqa temalar bo'lib yotuvdi. Yangi qonun chiqibdi. Bu qonun o'rtoqlar, nikoh yoshiga yetmaganlar bilan turmush qurganlik uchun jazo choralari kuchaytiriladi. Yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh yo'l qo'yilmasligini, shuningdek nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan haqiqatda nikoh munosabatlariga kirishganlik uchun jarima miqdorlari oshirishi haqidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu to'g'ri qarormi? Men agar fikr so'raydigan bo'lsa, to'g'ri qaror. Nimaga? Hammamiz bir marta yashaymiz, farzandlarimizni ham u ertadan baxtlidan erga berib yorib, ani ham yosh bola, bu ham yosh bola, hayot bir bola bo'lib ketishini misol, men u tarafdor emasman. Aqlni yig'ib oladigan holatda qizlarimiz hatto misol o'sha 20-22 yosh atrofida bo'ladigan bo'lsa, o'sha norma deb hisoblayman. 18 ga to'lmagan qizlarni vaqtlidan vaqtli berib yubordi, ular nima yashadi? Tug'ildi, uyda ishini qilib, boshqa qilib, bir umr faqat u uydagi ishlardan bu uydagi ishlarga o'tib ketish holati bo'lib qoladi. Shuning uchun hamma narsani vaqt soati bilan insonni yashash huquqiga egaligini hisobga olib qilish kerak deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlarni kommentariyada yozinglar. O'rtoqlar, yangi yil oldi bomba xabar, ehtiyot bo'lasizlar. Nobodoga 10 million so'm pul to'laginglar kelmasa, yangi yilda salyut va bangildoq pirotexnikalarni ishlatmanglar, bangillatmanglar, uchirmanglar. Nimaga desanglar, qonuniy chora 10 million shtraf qilib qo'yishdi. Nobodo bangillatginglar kelib qoladigan bo'lsa, salyut uchirginglar kelib qolsa, 10 million so'm pulni shunday cho'ntagiga solib taylab turaveringlar. Nobodo kimdir ariza berib yuborsa yoki u narsani organ xodimlari ko'rib qoladigan bo'lsa, jarima. To'g'risini aytaman o'rtoqlar, oxirgi marta eslolmayman, даже qachon yangi yilda bangillatib salyut uchirganim. Chunki menga u narsa qiziq emas. Undan ko'ra shu bizda katta bog'larimizda, maydonlarimizda bo'ladigan bayramlarga borib, o'sha yerda haqiqiy salyutlarni tomosha qilgan yaxshi. O'rtoqlar, ijtimoiy tarmoqda kundan kunga mana shunaqa xabarlarga ko'zinglar tushyapti. Qonun himoyachisi pora bilan qo'lga tushdi. Shunaqa yana bitta holat. Yana bir marta qonun himoyachisi pora bilan qo'lga tushibdi. Andijonda IIB xodimi va universitet menejeri pora bilan ushlandi. Inspektor imtihonlardan past natija ko'rsatgan kursdoshiga dekan orqali yaxshi baholar
qo'ydirib berish evaziga pul talab qilgan. Viloyat shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi safdor xodimi pullarni kursdoshidan olayotgan vaqtida ushlanadi. Nima maqsadda ko'rishingiz, nima maqsadda oldingiz pulni? O'zi qarz bor edi, oldim, berdi. Boshqa muammo yo'q. Bo'ldi. Demak, cho'ntagingizda pullar. Biroq safdor tezkor tadbirni davom ettirilishini so'rab, bu ishda yana bir inson, ya'ni yaxshi baholar qo'ydirib berishni va'da qilgan 2001-yilda tug'ilgan universitetda menejer bo'lib ishlaydigan fuqaroning ishtiroki borligi va so'ralgan pullar shu shaxsga berilishini shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi xodimlariga ariza bilan murojaat qilib aytadi. Arizaga asosan tezkor tadbir davom ettirilib, universitet xodimi 2.500.000 so'm miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan ushlanadi. Bela, tanish bilishchilik mana shunaqa bo'ladi deydi-yu. Men shularga tushunmayman. Ichki ishlarda misol men shuncha odamlarni taniyman, shuncha zo'r mujiklar, yaxshi insonlar ishlaydigan joyda va ularning orasida mana shunaqalari ham chiqib qoladi-da. Yaxshi oylik beryapti davlat. Yaxshi oylik beryapti, yaxshi joyda ishlaydi. Kimdir orzu qiladi seni o'rningda bo'lib qolish. Va bunaqa ishlar qilib butun boshli bu tizimga dog' tushirish yaxshi ish emas. Tanish bilishchilik qilib, kimdirlardan pulli evaziga ishini bitirib berish bu eng katta xato narsa. Bu ishni qilmanglar, chunki pora berish va pora olish ham ikkalasi ham jazolanadi. Endi nima bo'lar ekan? Natijasini kutamiz, qancha srok olishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan Sherxon laqabli bir bloger bor edi. Men uni Sherxonni anchadan beri taniyman. Ismi Omon, Qashqadaryodan. Bilsanglar, Chingiz degan bizda bir prikolist bor. Prikol tiktoker bor. O'shani borib bosim qilib sochini olgan o'sha Sherxon bo'ladi. Shu Sherxon Qozog'istonda yurgan payti prezidentimiz davlat rahbarini har xil turli tuman so'kishlar bilan so'kib haqorat qilgandi. Sherxon hamma vaqt to'g'risini gapiradi. O'zi chipkayib qilib turibman. Va bir necha oy o'tgandan keyin uni tadbir qilib ushab olib kelib, mana hozir 4 yilga qamab qo'yishdi. Chet davlatlarida bo'lish muddati tugagan Amon Yusupov Turkiya, so'ng Ozarbayjonda bo'lib, bir muddat qilmishlari unutilishini kutdi. Ammo qonun ustuvor, jazo muqarrar. Prezident Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlar, amalga oshirilgan tezkor tadbirlar natijasida Amon Yusupov aprel oyida Ozarbayjon Respublikasida qo'lga olindi. Men Yusuf Amonbek 1982-yil 28-aprelda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida tug'ilganman. Hozirda chet ellarda Rossiya, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'istonlarda mehnat qilaman. 2025-yil Sherxon nomli TikTok profilimda yurtboshimizda haqorat qilganman. Yurtboshimizdan, xalqimizdan, hammadan uzr so'rayman. Qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. Men bilmagan holatda bu gaplarni gapirib qo'yganman. Qaytib hech qachon bu gapni gapirmayman. Iltimos meni kechirishlaringizni hammadan so'rayman. Eng achinarlisi, O'zbekistonda yashagan vaqtlari ham o'g'irlik, bezorilik kabi jinoyatlarni sodir etgan va kechirimli hukumat insonparvarlik tamoyili asosida uni axloq tuzatish bilangina jazolagan edi. Qilmishidan to'g'ri xulosa chiqarish o'rniga nonko'rlarcha o'z davlati imijini oyoq osti qilgan Amon Yusupov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi bilan aybli deb topilib, sud hukmiga ko'ra 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolandi. Bu gap bilan nima demoqchiman, o'rtoqlar? Zabonga ehtiyot bo'laverish kerak. U nafaqat bular, balki siz kimnidir kommentariyasiga kirib uni so'ksangiz ham jinoiy javobgarlik bor. Masxara qilsangiz ham javobgarlik bor. Va hozirgi kunda bu narsa O'zbekistonda avj olyapti. Ya'ni kimdirga prosta ortiqcha gapirib qo'ysang ham borib zaявление yozadigan holat bo'lib qolgan. Ortiqcha pulinglar bo'lmasa, sudimizda olishni xohlamasanglar, zabonga ehtiyot bo'laveringlar. Bu yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Chunki kechirim bilan, uzr bilan qutuladigan narsa emas. Haqorat, tuhmat juda yomon. 139, 140-moddalar bilan shunday olib borib, shunday olib kelib qo'yishadi. Keyin qatdan ham gapirdimda tilingizni kesishga harakat qilasiz. Hozir avj bizada kommentariylarga kirib so'kib, haqorat qilish, boshqa qilish. Misol men yozmasman, boshqasi yozmas, lekin yozadiganiga uchrasanglar, chataq qiladi, ishoninglar. Chataq qo'yaradi, bor. Ovora qilib qo'yadi, pul berib yurasiz. Bundan ko'ra fikr bildiringlar. Eng yaxshisi bu to'g'ri fikr bildirish. Yoqmayaptimi? Menga yoqmadi, seni fikring men uchun noto'g'ri. Tamom. Ketdi. Allohu akbar.
Shunaqa endi demokratiya shunaqa bo'ladi o'rtoqlar. Noto'g'richimisizlar? Fikringlarni kommentariyada yozinglar. So'kmasdan. Mabodo so'kib qo'ysanglar. Do'raman men ham. Hazillashdim. Manzil koloniyadan qochib 3-sinfni zo'rlagan bir isqirt, ko'nchunli najosat, itdan tarqagan, haromdan bo'lib qolgan, undan ko'ra ko'rpachaga to'kilib ketsang bo'lmaydimi deydigan bir odamni mana oxiri ushab 18 yilga qamashdi. Men shularni tushunmayman-da. Misol bu narsada qonunni kuchaytirish kerakmi deyman-da, yana ham pedofilizm bu juda bir yomon narsa-da. Bu uje psixologiya ham ketgan. U qamoqdan chiqsa bu ish qilishga moyilligi yana ham ortadi. Zo'r taklif bor, pedofillik bilan shug'ullanadiganlarni sirrazu kestirib yuborish kerak. Mana shundoq ham translik ko'payib, Tailandda o'tdi kestirib bir balolar qilib yurishdi-ku. Bu pedofillik qilgani uchun majburiy. Tamom. Bo'l, hech qachon boshqa pedofillik qila olmaydi. Plus qamoqini oladi, plus damba bo'ladi. Bu yaxshi fikr, meni fikrim. Va qanaqa qilib bu go'dakka, bolaga, ona sut ta'mi og'zidan ketmagan bolaga jinsiy shahvatni uyg'otib, unga bir zo'ravonlik qilish mumkin. Agar men qo'limda bo'lganda, men ne to'ga, men bratolas bish qildirib yuborgan bo'lardim. To'g'risi, qaysi mamlakat nima deyishidan qat'iy nazar. Chunki bunaqa ifloslarning jamiyatda joyi yo'q bularga. Yo'q. Eng tubidagi eng musor odamlar bo'ladi. Fikringlarni bildiringlar, nima deysizlar sizlar meni gapim? Endi o'rtoqlar, ichki ishlar yoki organ xodimlarini nohaq sizga qilayotgan qanaqadir xatti-harakatlari bo'lsa yoki sizni qonuniy talablaringizni ular bajarmayotgan bo'lsa yoki bir qanaqadir noqonuniy harakatlarda sizni tuhmat qilayotgan bo'lsa, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar organ va strukturada ishlaydigan xodimlar tarafidan noto'g'ri xatti-harakatlar, noqonuniy ishlar bo'layotgan bo'lsa, bemalol 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, ularning ustidan shikoyat qilish imkoniyatingiz bor. Va bu shikoyat bugundan boshlab eng birinchi o'rinda turadigan, eng kuchli nazorat qilinadigan shikoyatlardan bo'lar ekan. Tak что o'rtoqlar qarab, endi shikoyat qilishim kerak ekan deb tuhmat qilib yormanglar-da, bo'lmasa o'zingizlar kirib ketasiz. Tak что gazini bosamiz va kommentda fikr bildirib qo'yamiz. Bugungi videolarim shundan iborat edi o'rtoqlar. O'zingizlarning fikringlarni kommentga bildirasizlar. Sizlardan poddeşka, like, boshqa hech narsa kerak emas. Joningiz omon bo'lsa bo'ldi. Charchamanglar.